Hürmetli vatandaşlar, bugünkü leksiyemizde başlayımız. Leksiyede Sıdıkacı Rozi, çırakını yakmak demek geçirivitin. Leksiyede Sıdıkacı Rozi, Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü islaha 2021 yıl 5. ayının 27. günü. Bugünkü vaziyetten gepleşsek hürmetli vatandaş. 6. ayının 16. günü aldığımızdaki Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin bilen Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Joe Biden Shveysariyaning Cenva shahrida ko'rishdi ve suhbat o'tkazdi. Bugun Amerika ovozi shunday xabar e'lon qildi. Bugun hurmatli vatandosh, hozirgi vaziyat shuningga bog'liqdir. Sababi nima desangiz, 5. ayning 19. kuni Rais Xi Jinping prezident Vladimir Putinga telefon berip atom energiyasi to'g'risida masalan elektrik stansiyasi qurish to'g'risida suhbatlashdi. Dal shu kuni biz sizlarga dedik, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken Shimoliy Yevropani, Islandiyani ziyorat qildi dedik. O'xshash kelyapti degan gapda vaqtning o'zi shunday jiddiy kelyapti. Endi bugun sizlarga so'zlaydiganimiz Rossiya Federatsiyasining Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrovning dal mushu paytda, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin uchrashadigan bir paytda, suhbatlashadigan bir paytda Moskvada nashr qilingan bir parcha gazetga bayon qilgan suhbatini vatandoshlarga tanishtiramiz. Ondan keyin andin yani muhakeme şekilde leksiya sözlerimiz vatandaşlar. Mavzumunda Prezident Joe Biden bilen Prezident Vladimir Putin 6. ayının 16. günü Shveysariyaning Cenva shahrida yuqori darajaliklar suhbati o'tkazdi. Mavzuli xabar 5. ayının 26. günü Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. Aksaray 5. ayının 25. günü delillep Prezident Joe Biden, Prezident Vladimir Putin bilen uchrashadigan tafsilotlarni oshkorladi. Hamda mundaq ko'rsatdi. Prezident Joe Biden yaqinda Angliyani ziyorat qilib, 7 davlat guruhi boshliqlariga yig'iniga qatnashdi. 7 davlat guruhi boshliqlari yig'iniga qatnashdi. Kechiringlar. Hamda Brusselni ziyorat qilib, NATO'ning yuqori darajaliklar yig'iniga qatnashadigan mushundaq bir paytda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden bilan Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putinning yuqori darajaliklar suhbati qo'shildi. Mushu orliqqa qo'shildi. Prezident Joe Bidenning bayonotchisi Psaki mundaq ko'rsatdi. Prezident Joe Biden bilan Prezident Vladimir Putin bir qator masalalarni muhokama qildi. Ba'zi Amerika Rossiya munosabatining oldin ko'rarlik va muqimligini asliga keltirishga izlanamiz. Aksarayning xabari tugadi vatandoshlar. Prezident Joe Bidenning bayonotchisi Psaki xonimning so'zini tugadi. Endi yangi bir mavzu. Rossiya Jungoning Amerika qarshi turishiga yordam bermaydigan bo'ldi. Jungnaqay alaqsadi bo'lib ketdi. Mavzuli xabar 5. ayning 25. kuni Vanvetor betida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Hozir bu mavzu aslida mushunda xabarlar Jungo matbuotlarida birmilab xabar qilinyapti. Shki va teshida vatandoshlar. Yangi obzori ham tahlil maqolasi.
5. ayının 24. günü Rusya Federasyası Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Rusiyaning ko'z qarashlari va faktlar gazeti muxbirining ziyoratini qabul qilganda eng muhimi Rusiya Federatsiyasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlari munosabati, Rusiya va Ukraina munosabati to'g'risida to'xtalib, eng oxirida Rusiya Jungo munosabati to'g'risida to'xtaldi. Va Lavrov mundaq ko'rsatdi. Biz Jungo bilan ittifoq tuzmaymiz dedi va bizning Amerika Jungo so'g'uq munosabatda urushiga aralashish niyatimiz yo'q degandan bishorat bor. Jungo Kompartiyasi umitsizlanganda o'zini bazlashga majbur bo'ldi. Muxbir diqqatini Rossiya-Amerika munosabatiga ag'dirib, Amerika-Rossiya davlatlarining bir chog'da o'zaro bosh elchilarni chekindirganligini tilga olganda, Tashqi ishlar ministri Lavrov Amerika-Rossiya munosabatlaridagi qiyinchilik taraflarini e'tirof qildi. Biroq darhol so'z tonini tuvallatib mundaq dedi. Bosh elchini chaqirtib olish odatga diplomatik harakatdir. Biz ikki davlat boshliqlarining uchrashib, Amerika-Rossiya munosabatini yaxshilashini umid qilamiz. Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yining bo'ri masalalik pozitsiyasiga solishtirganda, Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri Lavrovning o'zini tutib elib, ikki davlat Amerika-Rossiya munosabatlarini yaxshilash orzusini ifodalaganligini ko'rib olamiz. Davomini anglaysiz vatandosh.